Mana shularning hammasi sochuv kimga kattaroq assortimentda, kattaroq ob'yomda sochuv kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana sochuvlarimiz. Sochuvlarning kilosi necha pul, Muhsina? Kilosi tak 70 milligi bor bizada, 80 milligi bor, 90 milligi bor sochiqlarni. Sochiqlarimiz qo'l sochiqlar bor, litsa bor, keyin mana banni sochiqlar bor. Banni sochig'ining turi juda ham ko'p. Mana ona bolalar ham bor, ko'proq bizadan ona bola ham so'rashadi. Tayyor litsa bilan banni, buni ham ranglari bor. Keyin sauna sochiqlar ham bor. Mana bu litsevoy, mana shu ona bola deyotganingiz necha pul kilosi buni? Kilosi 80 ming uni. Bular 80 minglik. Mana bu sauna sochiqlarimiz bor. Keyin bizada pokrivallar ham bor. 1 kishilik, 2 kishilik pokrivallar ham bor. Pokrivallarning narxi necha pul? Ular ham 80 mingdan kilosi. 80 mingdan kilosi mana. Mana ko'rsatingda mana. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga olib ketadigan klientlar bo'lsa ham, kattaroq ob'yomga narxi zo'r qilib berishar ekan. Aloqaga chiqaveringlar bemalol. Mana assortiment. Mana bittadan ko'rsatingda mana litsalar. Mana litsalarning sifatini ko'rsa bo'ladi, kattaligini ham. Donasi 9 ming, 10 mingdan chiqadi litsalar. Mana sochuvlar donasi 9 ming, 10 ming so'mmi? Shunaqa chiqadi. Keyin mana bunaqa kichkina salfetkalarimiz ham bor. Donasi 4 ming so'mdan chiqadi. Mana bunaqa qo'l sochuvlar bor. Bular ham 5 ming, 6 ming, 7 minggacha chiqadi. Banni sochiqlarimiz bor. 35 mingdan 45 minggacha chiqadi. Banni sochiqlar. Ha. Bu necha pullik hisoblayapsiz narxi? 80 mingmi? 80 mingdan. 80 ming. Sauna sochiqlarimiz 50 mingdan chiqadi donasi. Mana assortiment juda katta. Assortiment juda katta. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Eng kami 20 kilodan sochuvlar. Trikotaj mahsulotlari eng kami 10 kilo. Donalab sotilmaydi azizlar. Tushunmovchilik bo'lmasin. Sochiqlar mana sifatini ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Suv ko'taradi bemalol, suv tortadigan sochiqlar. Bizdan juda ham ko'p gruppada yozishadi, sochiqlaringiz qanaqa, suv ko'taradimi deb. Ayshaning sochiqlarini ishlatgan odamlar biladi, sifati juda ham yaxshi. Mahsulot ko'pligidan qaysi birini tanlashni ham bilmayaptilar mana. Sochuvlar juda ko'p. Tak, keyin bizda parlab beramiz. Qarang, masalan, mana bu banni sochig'i bo'lsa, xuddi shuni litsasi ham bor. Ha, bor. Da, ona bola qilib olib ketsa ham bo'ladi. Faqat hurmatli xaridorlarga yana bir eslatib o'tsak bo'lardi. Eng kami 20 kilo beramiz, chunki noto'g'ri tushunib kelishi, bir pachkadan olsak bo'ladimi deb uzoq joydan kelib xafa bo'lib qolyapti klientlar. O'shanga bir yana ogohlantirish berib qo'yaylik. Eng kami 20 kilo olsagina savdo qila olamiz. Ha, trikotaj mahsulotlari 10 kilo. Eng kami 10 kilo. Sochiqlarimiz 20 kilo. Tak, mana bunaqa banni sochiqlarimiz ham bor. Buni ham har xil ranglari bor. Hozirgi ko'rsatganimiz-ku. O'shandan-ku mana. Hozirgidan. Mana. Juda katta ekan lekin. Da, sauna. Saunani ham kattasi ekan-da. Da. Saunani ham har xili bor, kattasi ekan. Normal. Assortiment juda ko'p. Mana bu yerdagi hamma mahsulotlar kilolab sotiladi. Kilolab eng kami 10 kilodan. Mana shu videoning tagida ushbu bazani Telegram kanallarini qo'yamiz. Aynan shu bilan bu bazani Telegram kanaliga ulanishinglar mumkin. Shu yerdan bemalol murojaat qilib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Masalan, keyin yana bitta narsani aytib o'tib ketaylik. Hozir xaridorlarimiz kelishyapti-da, 10 kilo degansizlar-ku, shuni mana bunaqa bittadan pochkadan terib 10 kilo qilib olsak bo'ladimi deb o'ylashyapti. Unaqa emas. Bizda har bitta narsamiz mana bunaqa pochkada, seriyada, mana pochkada 6 ta bo'ladi. Pochkada 4 ta bo'ladi, masalan, pochkada 3 ta bo'ladi. Shuni pochka olib, har xil narsa qilib, assortiment qilib 10 kilo qilib olishinglar mumkin. Donalik emas, hammasi pochkali bizada. Bu ham klientlar uchun yaxshi, olib borib sotadigan bo'lishsa, ichidan hamma razmeri bor. Shunaqa. Tushunarli. Qolganlarga ham tushunarli bo'ldi deb o'ylaymiz. Muhsina, keyin videoda 80 minglik mahsulotlar qaysi deb so'rashyapti-da, bitta aniqlashtirib bering. 80 minglik qarang, shu klientlarga aytib ketaylik. 80 minglik kilosi mana bunaqa aralash mahsulot bo'ladi.
Buni ichida bu pochka bo'lmaydi, seriya bo'lmaydi, razmersiz hammasi o'zligiga yoqqanini terib olishadi. Shuni kiloga tortib beramiz. Bundan O'shanda kilo qancha olish kerak? Donasi o'shanda ham 5000 6000 so'mdan chiqadi. Eng kami bundan ham 10 kilo. Da 80 millida o'zidan 10 kilo olish kerak. Aralash bular hammasi. Mana. Buchi bu takror deb yozilganmi? Bular kilosi 100 mingdan. Bular kilosi 100 mingdan. Ro'mollarimiz Adashmayli. bor, ro'mol ham aralash, ro'molni ham 130 mingdan berib yuboramiz kilosini. Ro'molni bu ham aralash, buni ham mana bunaqa pochka emas. Xohlagancha terib oladi. Eng kami hatto 3-4 kilo qilib beramiz. 1 kilo 2 kilo bermaymiz. Eng kami 3-4 kilo qilib beramiz. Bu ro'molni eng kami kilosi 3 yoki 4 kilo. Da, kilosi 130. 10 kilosilar ham bo'ladi. Kilosi 130 mingdan. Keyin mana bunaqa женский futbolkalarimiz bor. Bular havasdan vilka, и mana bunaqa machkovli shortiklarimiz bor. Bular eng kelgan mahsulotlar. Eng kelgan mahsulotlar kilosi 150 mingdan. Mana futbolkalar chiroyli. Eksport mahsulotlar hammasi. Qo'shlar mumkin. Hammasi mana bunaqa baza ichidan kiydirishga bodilarimiz bor. Hammasi kilosi 150 mingdan bular ham. Ranglarimiz bor, bular ham mana. Kattaligi ham ancha katta. Ranglari mana 4 xil, 5 xil rangi bor. Kiloga 80 mingdan bular. Kiloga 80 ming so'm. 80 mingdan. Bu bir kishiliga, ikki kishilik. Bir kishilik qancha chiqishi mumkin tortgan bo'lsangiz? Hozir tortib bitta ko'rsatib beraylik klientlarga ishonchli bo'lish uchun. Yozilmayapti. 71 ming chiqyapti. 71.200 so'm. 71 ming ekan. Bir kishilik. Like va podpiska tugmasini bosib, ko'proq insonlarga tarqatib qo'yinglar manfaatli bo'lish uchun. Rahmat.